Assalomu alaykum. Bugun yosh iqtidor egalari 3-qism kitobining 18-mavzusi diagrammalar mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Demak, mavzuni tushuntirishda ma'lum bir qoidalar yoki formulalar kerak bo'lmaydi. Shunchaki o'rganilgan matematik bilimlar orqali masala mazmunidan kelib chiqqan holda savollarga javob beriladi. Masalan, ikkinchi savolga javob beramiz. Ikkinchi savol. Quyida 1200 ta o'quvchining necha foizi qanday sport turlarini tanlagani haqida ma'lumot keltirilgan. Demak, voleybol 50% ekan, mana ko'k rangli, tennis 25% ekan, basketbol 12% ekan va futbol 13% ekan. Jami 1200 ta o'quvchi bo'lganligi sababli har birini hisoblab chiqamiz. 50% degani yarmi, bu 2dan 1 qismi degani. 2dan 1 qismi qancha bo'ladi? 1200 ni bo'lamiz 2 ga, ko'paytiramiz 1 ga. Teng bo'ladi bu 600 kishi bo'ladi. Yoki 50% topish uchun nima qilamiz? 1200 ni 50 ga ko'paytirib 100 ga bo'lib qo'ysak ham bo'ladi, baribir. Mana bu nollarni hisoblab tashlasak 12 kara olmish 600 chiqadi, farqi yo'q. Jami 600 kishi bo'ladi. Shunda voleybolga qiziqadiganlar. Tennisga qiziqadiganlar 25% ekan. 1200 ni ko'paytiramiz 25 ga, bo'lamiz 100 ga. Ikkita nol o'chiramiz. Demak, 12 kara 25. 25 ga ko'paytirsak birinchi 50, 50 kara 6 300 bo'ladi. Demak, mana bu 300 kishi ekan. Keyingisi basketbolga qiziqadiganlar jami 1200 kishi. Shuni 12%, 12 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Nollarni o'chirsak 144 kishi bo'ladi bu. 144 kishi basketbolga qiziqar ekan, futbolga qiziqadiganlar 13%. 1200 ni ko'paytiramiz 13 ga, bo'lamiz 100 ga. Nollarni qisqartirsak 12 kara 13 156 kishi bo'ladi. Bo'ldi. Hammasini topdik. Mana bu 156 kishi ekan. Endi nechta o'quvchi voleybolni tanlagan? Voleybolni tanlaganlar bular ko'k rangli 600 kishi. Futbol va tennisni tanlagan o'quvchilarning birgalikdagi sonini toping. Futbol mana bu qizil 156 kishi. Tennis esa mana bu 300 kishi. Jami 456 kishi futbol va tennisni tanlagan. Futbolni tanlagan o'quvchilar soni basketbolni tanlagan o'quvchilar sonidan nechta ko'p deyapti. Futbolni qizil 156 kishi tanlagan, basketbolni esa 144 kishi tanlagan. Ikkilasini bir-biridan ayirib qo'ysak 12 ta bo'ladi. Demak, 12 taga ko'p bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda savollarga, berilgan savollarga javob beriladi. Demak, bu yerda foiz mavzusini, qism mavzusini yaxshi bilishimiz kerak. Shunda mavzuni o'rganish qiyin bo'lmaydi. Endi sinf ishdagi masalalardan birinchi masalani, 3-masalani, 4-masalani va nihoyat 5-masalani bolalarni o'zlari ishlab ustoziga tekshirtirish kerak. Bu 5 ta masalani bemalol ishlay olishadi, ya'ni boyangi masalamizni mazmuniga to'liq tushunishgan bo'lsalar. Biz esa davom etamiz. Keyingi masala diagrammalar gradus ko'rinishida ham beriladi. Gradusni biz qismga o'tib olganimiz yaxshiroq yoki gradusdan biz foizga o'tib olganimiz ham yaxshiroq. Eng qulay qismga o'tib olganimiz. Endi mana bu yerda 360 ta berilgani uchun bundagi aylanadagi qismlarni to'ldirish qiyin emas. Juda oson. Lekin ba'zi birlarda har doim 360 berilavermaydi. Shuning uchun nima qilamiz buni? Mana bu 80 gradusni qismga o'tishimiz kerak. 144 ni ham, boshqa va hokazolarni ham. Demak, futbol 144 gradus deyapti. Jami bilsanglar, aylana 360 gradus bo'ladi. 360 dan 144 futbol. Teng 12 ga bo'lsak 12 taqsim 30 bo'ladi. Yana 6 ga bo'linadi bu. 6 ga bo'lsak 2 taqsim 5 bo'ladi. Futbol 5 dan 2 qism ekan. Tennisni hisoblaymiz. 36 taqsim 360. Surat va mahrajda 36 ga bo'lsak 1 taqsim 10 qismi tennis bo'ladi. Basketbolni hisoblaymiz. Basketbol sariq 40 taqsim 360. 360 dan 40 qismi basketbol. Surat va mahrajda
40 ga bo'ladigan bo'lsak 1 taqsim 9 qismi bo'ladi. Suzish 60 360 dan 60 qismi bo'ladi. Sur'at mahrajda 60 ga bo'lsak 1 taqsim 6 bo'ladi. Voleybol 360 dan 80 qism bo'ladi. Sur'at mahraji 40 ga bo'lsak 2 taqsim 9, ya'ni 9 dan 2 qismi bo'ladi. Endi jami 360 kishi bo'lganligi sababli 360 ni 5 dan 2 qism topamiz. 5 ga bo'lib 2 ga ko'paytiramiz. 5 ga bo'lsak 72, bu 144 kishi bo'ladi mana bu. Buni hisobladik mana. Tennis 10 dan 1 qismi. 360 ni bo'lamiz 10 ga ko'paytiramiz 1 ga. 36 kishi bo'ladi tennis. Mana bu. Keyingisi basketbolni topishimiz uchun 360 ni bo'lamiz 9 ga ko'paytiramiz 1 ga. 40 kishi bo'ladi bu. Mana basketbol. Keyingisi suzish 360 ni bo'lamiz 6 ga ko'paytiramiz 1 ga. Bu 60 kishi bo'ladi. Mana bu. Keyingisi 360 ni bo'lamiz 9 ga ko'paytiramiz 2 ga. Bu 80 kishi bo'ladi. Har birini topib chiqdik. Aslida topishimiz ham shart emas edi, lekin umumiy holda shunaqa ishlashga o'rganishimiz kerak. Bu 80 kishi. Har birini topdik mana. Endi savollarga javob beramiz. Nechta o'quvchi tennis sport turiga qatnashadi? Tennis bu yashil. Bu 36 kishi. Keyingisi voleybolga qatnashadigan o'quvchilar, voleybol bu ko'k 80. Basketbolga qatnashadigan o'quvchilardan nechta ko'p? Basketbol bu sariq 40. 80 dan 40 ta ayirib qo'ysak bo'ldi. 40 ta ko'p ekanligi kelib chiqadi. Qaysi sport turiga faqat 144 kishi qatnashadi deyapti. Mana 144 kishi qatnashadiganlar mana bu. To'q sariq. Bu futbol. Keyingisi suzishga qatnashadigan o'quvchilar soni jami o'quvchilar sonidan necha marta kam? Jami o'quvchilar 360 ta. Suzishga qatnashadiganlar mana bu qizil. 60 ga bo'ladigan bo'lsak 6 marta kam bo'ladi. Agar o'quvchilar soni 450 ta bo'lganida yuqoridagi diagrammaga ko'ra necha kishi futbol to'garagiga qatnashar edi? 450 kishi bo'lsa, futbol to'garagiga qatnashadiganlar mana 5 dan 2 qism. Bo'ldi, 5 ga bo'lamiz. 2 ko'paytiramiz uni. Mana 450 bo'lgan holatda endi boyangi 360 dik rol o'ynamaydi. Mana 144 bilan 44, 80 bilan 80 chiqib qoldi. Bunda unaqa holat bo'lmaydi. Shuning uchun umumiy holda qismga o'tib ishlaganimiz yaxshi. 450 ni 5 ga bo'lsak 90 bo'ladi, 2 ko'paytirsak 180 kishi bo'lar edi. Futbol to'garagiga qatnashadiganlar soni. Xo'p, shundan keyin 7-masalani 8-masalani ishlab ustozlariga tekshirtirsalar bo'ladi. Biz esa davomni o'tamiz. Xo'p, keyingi masala quyidagi histogrammani doiraviy diagrammaga joylashtiring deyapti. Demak, histogramma berilgan. Mana bu 3 ta histogrammani doiraviy diagrammaga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, qaraymiz buni. Mana bu ko'k 2 bilan 3 ni o'rtasida turibdi. Demak, bu 2,5 ga teng. Keyingisi 8 esa 7 bilan 8 o'rtasida turibdi. 7,5 ga teng. 5 esa 5 ga teng. Qizil esa 5 ga teng demoqchi edim. Endi shunga qarang, eng ko'pi yashil bo'lishi kerak. Hammasida eng ko'pi yashil. Eng kami ko'k bo'lishi kerak. Hammasida eng kami ko'k. Qanaqa topamiz buni? Xo'p, mana bu B javobga qarasanglar, qizil bilan yashil bir xil bo'lib turibdi hozir bu yerda. Bo'ldi, B javob chiqib ketdi. Yana qaysini chiqarib tashlasak bo'ladi. Bo'ldi, boshqa chiqara olmaymiz. Endi e'tibor beradigan joylaring mana bu 2,5 bilan 5. 5 ga 2,5 ni qo'shadigan bo'lsanglar, bu 7,5 chiqadi. Ya'ni qizil bilan ko'kni qo'shsanglar yashilga teng bo'lar ekan. Qizil bilan ko'kni qo'shsak yashilga teng bo'lar ekan. Bu degani yashil yarmi degani, qolgan qizil bilan ko'k yarmi degani. Mana bu A javobda yashil yarmi emas, yarmidan ko'p. D javobda yashil yarmidan kam bo'ldi. Bitta variant qoldi bizga, C javob qoldi. Mana bu yerda yashil yarmi, bu ikkalasi qolgan yarmi. Haqiqatan mana bu doira histogramma, doiraviy diagramma qilib joylashtirildi. Demak, 9-masalamiz javobi C javob bo'ladi. Shu masaladan keyin o'quvchilar 10-masalani, 11-masalani
12-chi masalani, 13-chi masalani ishlashlari mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi savol 14-masala. Qayumxo'ja o'quv qurollari sotiladigan do'konda ish boshqaruvchi bo'lib ishlaydi. U boshlig'iga ham jadval ko'rinishda, ham doiraviy diagramma ko'rinishda do'konda qolgan mahsulotlar haqida ma'lumot berdi. Quyida u tayyorlagan jadval ko'rsatilgan. Bunga mos doiraviy diagrammani toping deyapti. Demak, qalamlar soni 50 ta ekan, ruchkalar soni 20 ta ekan, chizg'ichlar soni 80 ta ekan, daftarlar soni 40 ta ekan va mana bu A4 qog'oz 120 ta ekan. Bu yerda eng kami ruchka. Rasmdagi ma'lumotlarga ko'ra eng kami bu qora rangli joy bo'lib turibdi, shu ruchka desak bo'ladi. Xo'p, endi rasm diagrammalarga qarasak, mana bu D javobga qarasak, mana bu eng kattasi butun aylanani yarmi bo'lib turibdi. Shuni tekshiramiz mana. 80 ga 40 qo'shsak 120 bo'ladi, bu 140, 190 bo'ladi. Mana bu 120 esa qolganlariga teng emas. 190 dan kichkina. Demak, D javob bo'la olmasligi aniq ekan. D javobni chiqarib tashlaymiz. Xo'p, keyingisi eng kichkinalariga e'tibor beramiz buni. 20, 40, 50. Mana bu birinchi eng kichkina 20 va ikkinchi eng kichkina 20 ga 40 ni qo'shsak 60 chiqadi. Ya'ni 3-kichkinadan katta bo'lishi kerak. A javobga qarasanglar, mana bu ikkalasi eng kichkinalari, eng kichkina ikkitasini qo'shadigan bo'lsak, 3-kichkinadan, ya'ni 50 dan katta bo'lmaydi, kichkina bo'lib qoladi. Bundan ham kichkina, bundan ham kichkina. Bo'ldi. A javob ham to'g'ri javoblar ichidan chiqib ketadi. Bizga ikkita javob variant qoldi, B bilan C. Shu B bilan C'dan ham eng kerak emasini chiqarib tashlashimiz kerak va bittasini tanlashimiz kerak to'g'ri javob sifatida. Xo'p, keyingisida ikkita kichkinasiga qaraymiz mana. Mana bu 20 bilan 40. 20 bilan 40, 40 20 dan 2 marta katta. Lekin mana bu eng kichkinalariga qaraydigan bo'lsanglar, mana ko'k bilan mana bu qoraga qaraydigan bo'lsanglar, ikkalasi bir-biriga tengdek go'yo. Bir-biriga juda ham yaqin. Aynan tengligini bilmaymiz, lekin bir-biriga juda ham tengdek go'yo. Demak, bo'ldi. Bu ikkala B javob bo'la olmasligi aniq. Bitta C javob varianti qoldi. Shuni tekshirib ko'ramiz. C javobda joylashtiramiz buni. Mana bu eng kichkinasi 20 bo'lsin. Mana bu 40 bo'lsin. Mana bu esa 50 bo'lsin. Shunda mana bu 80 bo'lsin. Mana bu 80 bo'lsin. Bu esa 120 bo'lsin. Endi tekshirib ko'ramiz. Xo'p. 20 ga 40 ni qo'shsak 50 dan katta ko'rinib turibdi. 80 bilan 40 ni qo'shsak 120 ga teng bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Shu javob variantlari ichidan C javob eng to'g'ri javob bo'ladi shunda. Xo'p, keyingi masalamiz 15-masala. IDC matematika olimpiadasida 4 ta o'quvchi ishtirok etdi. Jadvalda ularning natijasini ko'rish mumkin. Sardor o'quvchilarning natijalarini doiraviy diagramma ko'rinishida ham tasvirladi va rasmdagi diagramma hosil bo'ldi. Agar u diagrammaga bir kishining natijasini kiritishni unutgan bo'lsa, kimning natijasini kiritmagan deyapti. Shu masalaga yechim topamiz. Xo'p, qanaqa yechim topamiz? Masalan, Nodirni natijasini kiritmagan bo'lsin Sardor. Nodirni natijasini kiritmagan bo'lsa, demak 3 ta. Sardor, Asadbek va Hoshimning natijalarini kiritgan bo'ladi. Shunda mana bu 75 bo'ladi, mana bu 50 bo'ladi, mana bu 45 bo'ladi. Endi e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana bu 50 bilan 45 ni qo'shadigan bo'lsak 95 bo'ladi. Bu 95 75 dan katta, lekin aylanada esa kichkina bo'lib turibdi. Demak, Nodirning natijasini kiritmaganda bo'lganimiz xato chiqdi. Nodirning natijasini kiritgan ekan. Endi xuddi shunday Sardorning natijasini kiritmagan deylik. Sardorning natijasini kiritmagan bo'lsa, eng katta natija Nodirda bo'ladi. Nodir bu 50 bo'lsin, mana bu 45 bo'lsin. Tekshiradigan bo'lsak, 50 ga 45 qo'shsak 100 dan kichkina bo'ldi. Bu to'g'ri keldi. Endi xuddi shunday tartibda, masalan, Asadbeknikini kiritmagan deylik.
Asadbekni kiritmagan desak, xo'p, mana bu shunday 100 ligicha turaveradi. Bu 75 bo'ladi, bu 45 bo'ladi. 75 ga 45 qo'shsak 100 dan katta bo'lib ketib qoladi. Bo'ldi. Demak, Asadbekni olganimiz xato chiqib qolar ekan. Xo'p, keyingisi Hoshim natijasini kiritmagan deylik. Hoshim natijasini kiritmagan bo'lsa, mana eng katta natija 100 bo'ladi. Mana bu 75 bo'ladi, bu 50 bo'ladi. Mana ikkalasini qo'shadigan bo'lsanglar, 125 bo'lib ketadi-da. 100 lik natijadan katta bo'lib ketib qoladi. Bu esa mumkin emas. Bo'ldi. Demak, Sardorning natijasini kiritmagan deb olsak, bu masaladagi mana bu diagramma to'g'ri holatga kelar ekan. Demak, shundan keyin sinf ishidagi masalalarni 17-masalagacha tugatib qo'yish mumkin bo'ladi. Demak, bu mavzu oxirgi masalalar aynan Prezident maktabi savollari tipida berilgan, juda ham ajoyib tuzilgan. Ora-oradan demak, o'quvchilar bilan birgalikda birinchi o'quvchilarni o'ziga o'qittirib, masalan, mazmunini o'zlari o'qib ko'rib, ko'p o'ylagandan keyin yechim bergan yaxshi. Birdaniga yechim bersa, esdan chiqib ketib qolishi mumkin. Shu sababdan ora-oradan sinfdagi ora-oradagi misollarni bitta-bitta o'quvchilar bilan birgalikda tahlil qilib, qolgan vazifalarni, o'xshashlarni o'zlariga yechtirgan va uyga vazifalarni esa to'liq o'zlariga uyga vazifa qilib berib yuborgan yaxshi. Demak, mavzuga doir tushuntirishlarimiz shundan iborat edi. Yanada mana bu 16-17 qiyin savollar yechimini videomizning ikkinchi qismida berib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat.